Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada sıra ediyoruz. Washington'dan sözdeyimiz. Bugünkü islağı 2023 yıl 7. ayının 17. günü vatandaş. Haftaga Düşenbe. Bugünkü vaziyetimizden esa hazır xalqaro vaziyatdan ko'proq hozir Jungoning ichki qismida bir hodisa. Masalan, sizlar xabar topdinglarki, Jungoning tashqi ishlar ministri Qin Gang 6. ayning 25. kunidan keyin g'oyib bo'ldi bu odam. Hozirgacha izlari yo'q. Yoki nima bo'lganligi to'g'risida konkret bir xabar yo'q. Axborot yo'q. Hozir xilma-xil gaplar torbetlerini qaplab ketdi. Yana shu Jungoning demokratlari o'zlari so'zlayotdi. Buningda hozir alqaloq paytlar so'zlayotdi. Pul qaraydigan yillar so'zlayotdi. Suv shavxi so'zlayotdi. Bu bir jiddiy hodisa sifatida. Chunki biz leksiyamiz sizlar so'zlagan vatandoshlar. Nima dedik desangiz, hozir bu kishi tashqi ishlar ministrligining odami. Biroq bu kishi ma'muriyat. Jungo Kompartiyasining eng nozuk ma'muriyat organlari tashqi ishlar ministrligining odami, yaqinda dunyoga so'zlaydigan odami. Tuyuqsizda bu holga kelganda hozir Jungoda bo'layotgan ishlarga birlashtirib, buni hamma narsaga birlashtiryapti. Masalan, raketa qismlari armiyasi Go'xomi birisi o'z ajali bilan tugashdi debdi, lekin yana bir xabarda u o'zi sirtmoqqa esilib turib o'zini o'ldirib olgan gap. Yani birisi Li Chao degani shu raketa qismlariga mansub ishxonasida xizmat qilayotganda qo'lga ilingan gap. Bugun hozir Qin Gang to'g'risidagi xabarlarda nima deyildi desangiz, shu raketa qismlari yoki raketa armiyasining maxfiyatligi fosh bo'ldi. Fosh bo'lishda Qin Gangning munosabati bor degan gap. Anandagi Shangangda Sumruq televiziyasida riyosatchi bo'lib ishlaydigan Chen Xiaotian deydigan bir ayol bor ekan. Hozir bu ayol bilan bo'lgan munosabatim gavdalantirilib, halliq oyoqlarga bir taraflarga munosabatli qilib, bu Qin Gangni tanishtirishga boshladi. Buning ichida sizlar bizga tanishlik bo'lgan obzorchimiz Su Shaoxoni bilasizlar. Su Shaoxi hozir bu to'g'rida 2 qatim xabar qildi. Bugungi xabarida nima dedi desangiz, hozir Qin Gang Beijingdagi 301 nomerlik yuqori darajalik amaldorlarni kutish, davolash doktorxonasida ichki a'zolari jiddiy zaxmlanganligi uchun shu doktorxonada vafot bo'ldi degan xabarni berdi. Mana saqlab qo'ydim vatandosh. Endi Qin Gangning g'oyib bo'lgan vaqtidagi sezgir vaqt nima desangiz, bundan bir masala chiqarolmaymiz, bir narsa bor deyamaymiz. U 6. ayning 25. kuni yo'qolgan kunda chet ellik mehmonlarda, masalan, Rossiyaning tashqi ishlar muavin ministri bilan ko'rishgan gap vatandoshim. Ondan keyin Sri Lankaning tashqi ishlar ministri bilan ko'rishgan gap vatandoshim. Bu gaplarni ichida boshqa davlatlar bilan ko'rishgani alayda jinga to'xtamsam, hozirgi nozik davrda aytganda Qin Gangning Rossiyaning Mao vaziri bilan Beijingda ko'rishganligi bu gumon qo'zg'aydigan ish emasmi? Buningda hech qanday munosabat yo'q, lekin shuning bilan ko'rishiblar. 6. ayning 25. kuni ko'zdan g'oyib bo'lgan gap. Endi bugun yana yetib kelgan ba'zi xabarlarda nima deydi desangiz, buni sobiq tashqi ishlar ministri Wang Yi buni suiqasd bilan, chaqimchilik bilan yo'qotdi deydi. Hozirgi Jungoda
Reis Xi Jinping bu Çingangda xabardor bo'lsa yoki o'zi tayinlagan bo'lsa, yana qo'pib o'rni Wang Yi chaqimchilik qildi, buni qabul qildi, shuning bilan Çingang g'oyib bo'ldi desa, bu yebak oddiy hukm bo'lib qoladi vatandosh. Ondan bu 25-kuni tuyuqsiz g'oyib bo'lganda shunga munosabatmi Yevropa ittifoqining diplomatiya ishlariga mas'ul Borrell apandi. Borrell apandi Beijingni ziyorat qilmoqchi, bu ziyoratni Jungo taraf bekor qilib o'tdi. Bu ziyoratni Jungo taraf bekor qilib o'tdi. Yana qanday sabablar bor, bo'lmaydi. Lekin bizning bu yerda bo'lgan demoqchi bo'lganimiz tungi leksiyamiz ta'kidlagandek, hozir Beijingda ma'muriy tarafdan qo'zg'alyotdi. Anda yana bir xabarda masalan nima deydi desangiz, armiya ishchida fan texnika. Tushungan dedikmi, demadikmi? Fan texnika hozirgi AI fan texnikasi munosabatlik 38 yoshli general. İsmi nima dedi? Bir nima Yangping. Dedi bu kishi tuyuqsizda Beijingda kechida mashina bilan kelayotganda mashina hodisasiga uchrab qazo qildi. Hozir bu to'g'rimi? Nurg'un gap so'zlar uning jangga to'xtaydigan bunda paket bo'lmaganligi uchun bu yerda sizlarga uni so'zlab berishning hojati yo'q vatandosh. Bu yerda gap hozir Jongnanxayning shu qismida nima ish bo'layotdi? Masalan, armiya tarafda nima ish bo'layotdi? Oz bo'lsa-da, ko'p bo'lsa-da, diplomatiya sohasida nima ish bo'layotdi? Oz bo'lsa, ko'p bo'lsa, lekin bu yerda gap hozir Çingangni sen dastlabda Amerika Qo'shma Shtatlari turishliq bosh elchi qilib tayinlading. 1 yil bo'lib bo'lmayli, bu yo'tkab ketildi. Yo'tkab ketilibla uning tashqi ishlar ministrligi degan unvon berildi vatandoshlar. Amal berildi, unvon emas. Amal berildi. Hozir buni endi hanzucha tahlil qilganda hozir Jungo diplomatiya sohasi, Jungo tashqi ishlar ministrligi huquq talashish, martaba talashish, o'rin talashishning eng keskin, balki eng shiddatli bir maydoniga aylanib qoldi deydi. Chunki Çingang yo'qolgan kunning o'zida eliqa bayonotchi ajdor masallik bayonot Javlijanni bilasizlar. Uning ayoli Twitterga maqol yozib, bugun ajab yaxshi kun bo'ldi degan mazmunda bir nimalarni degan ekan. Uning ustiga bu Javlijanmi Çingangni toza qabul qila olmaydi ekan. Ehtimol o'tirdi shu o'rin, martaba, shuhrat, huquq talashish bo'lsa kerak. Mushularga munosabat etkanda, mushuni yig'ib aytganda bir savol qo'yamiz vatandosh. Jungo ma'muriyatiga, masalan, Jongnanxay atrofidagi ma'muriy organlarga, masalan, buning ichida Jongnanxay tayinadigan hatto Tayvanga hujum qilsa, birinchi ishga soladigan raketa armiya qismlarining ichki qismida. Ondan hozirgi kunda tashqi siyosat jiddiylashayotgan bir paytda diplomatiya sohasida mushundaq ishning o'tirg'i chiqqanligidan biz Jongnanxay ma'muriyatiga yoki Jongnanxayga bevosita munosabatlik ma'muriy organlarga nima ish yetib keldi? Bu qanday boshlanish? Bu oxirlash emas, hozir bu boshlanish bo'lib qoldi. Bu qanday boshlanish deb savol qo'yamiz vatandoshlar. Chunki bu ma'muriyatda bo'layotgan ish-ku. Bu hozir to'g'ridagi xabarlarning intayin ko'p. Buni qaysi birisini sizlarga so'zlab berishga hozir kuchimiz yetmayotdi. Hozir eliqi Sushavxon nima dedi? 301-doktorxona deydi. Endi bu dal vaqtida so'zlaydigan yosh obzorchi bola, endi buning shanchlik tarafı qanchalik, shanchsiz tarafı qanchalik? 3-doktorxona, 301-nomerlik doktorxonada Çingang allaqachon dunyodan ketib bo'ldi deydi. Endi buning da hozir Wang Wenbin, Jungoning tashqi ishlar ministrligi Wang Wenbin Fransiya muxbirining savoliga
muxbirlarni kutilish yig'inida javob berdigan chog'da Fransiya muxbiri debdi, Chingang yo'qolib ketdi. O qachonlardan kelib ishga tushidi, xizmatga tushidi yoki tashqi ishlar ministrligida xizmatga tushidi desa, hozir to'rbeti deyildiki, bayonotchi Wang Wenbin 16 sekundgacha javob bermay qog'ozni varaqlab turib, 16 sekund o'zini tutib olib, undan keyin men bu to'g'rida sizlarga so'zlab bo'lgan edim deb bir jumla gap qildi, boshqa gap qilmabdi. Demak, Chinggangning tuyuqsiz g'oyib bo'lib ketishidan bayonotchi Wang Wenbinning xabari bor, lekin u ishimi deyilmaydi-da, u maydonda shunaqa emasmi? Xalqaro muxbirlar, klub yoki muxbirlar so'rinda u ishimi deyilmaydi-da, nima deyalaydi? Shundan qaraganda Wang Wenbin Chinggangga hissdoshlik qilyotdi degan. 16 sekundgacha javob bermasa, bir muxbirning savoliga bu bak g'ayirlik bo'ladi vatandosh. Bak g'ayirlik bo'ladi. Mushlarni qo'shib kelganda hozir deymizki vatandoshim, Jungo ma'muriyatida zada nima ish yuz berdi? Bu ma'muriyatning ichida bo'layotgan ish. Qandaqdir bo'lgan İntizam Tekshirish komiteti xiyonatchi amaldorni, xiyonatchi amaldorni tekshirib degan gap yo'q. Anda Yamani yana hozir Jonan Xayning o'ziga nihoyat eg'ir tuyulayotgani bu deloni bir taraf qilishdan qiyin to'xtayotgani. Bu Chinggangning ipi avlodi yoki nasabi qayerga bog'landi ekan desangiz, Jungo kompartiyasi qurib chiqqan 3 kishi. Ayni chog'da 1921 yil 7-oyning 1-kuni Jungo kompartiyasi Shanxayda qurib chiqqan 3 kishi Qin Doxiu, Mao Zedong, Bogo degan shundaq odam, u adaqcha Mao Zedongni elishib, Rossiyada turgan, Rossiyada o'qigan odam. Elishib, shundan tugab ketdi, toza tafsiliy tarix esimda qolmabdi. Hozir Chingang Bogoning nasabiga bog'landi ekanda, u vaqtida uning Jungo kompartiyasi qurgan nasabi ota-bobisi bo'ldigan bo'lsa, bu Xi Jinpingning tarjima holidan ortiq degan gap vatandosh. Anda buni atrofidagi odamlarni intayin ko'p degan gap, masalan, Chinggangning atrofidagi anaqa bog'lanishlik odamlarni intayin ko'p degan gap. Chunki Bogoga partiyani qurgan, Jungo kompartiyasi qurgan odamga munosabat ko'rsatgan shuni Jo'nanqay bu deloni aldirab bir taraf qilinmaydi va aldirab bir nima deyilmaydi deydi hozir ishlar ko'p. Mening savolim yana shu takrorlayman vatandoshim, Jungoda ma'muriyatga nima ish bo'ldi? Mana shu savol qilib qo'yma vatandosh.